O nastarim, sog'indim seni so'zlaring, qora qoshu ko'z. Assalomu alaykum, sizmisiz? Siz uylanmoqchi edimda, nima qilsa bo'ladi? Aha, xo'p bo'ladi. Menga uylanmoqchi bo'lganligingiz uchun juda ham xursandman. Nomzodlar safiga qo'shib qo'yaman. Malades, so'ma nomzodlaringiz ham bormi hali? Biladi. Mayli o'chirib kelguncha aka bilan besh tashlab o'tiramiz endi. Nima qilamiz? Iloji yo'q boshqa. Bu ham rozi. Siz nomeringizni ham aytishim mumkin, nechanchi safga qo'shilganingizda? Mayli, agar iloji bo'lsa, oldindan rahmat. 4477 nomer egasi bo'ldingiz. Rahmat, joningiz sog' bo'lsa, aylanib ketdi. Yaxshi ham tillodan emas ekan-a. Mana shuncha mehriga o'chirib qarang seriozligini. Va aylanib ketdi. Agarda kimda kim vohliroq nomzodini kiritib qo'ysa, mayniga uylanish imkoniyati ham shunchalik darajada oshadi. Xullas, shunaqa gaplar. Tushundik, aylanib ketyapti. Brat, halidan beri sizga gapirib yotibdi, eshitmayapsiz-da. O'taqda ham qo'shib qo'ying. Aha, xo'p, men sizni ham nomzodlar safiga kiritib qo'yaman. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Yes, seni ham qabul qildi. 5 tasha. Mayli, keyin.